Haykal qo'nchoqlarni sotishning hukmi nima? Savol. Assalomu alaykum. Tanlarga salomatlik, ilmlariga barakatlar bo'lsin. Uşaq o'yinchoq modullarni, odam haykallarini satsak durust bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamdu sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila taobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Ulug'lash yoki cho'qinish yoki Allohning yaratishiga o'xshash yaratalayman degan maqsadda haykal yasash shirik ish bo'lib, barliq olimlarning nazarida undaq haykallarni setish va uyda saqlashmi cho'ng gunohlar qatoriga kiradigan shirik ishdir. Bularning harom qilinishi tavhid aqidasini himoya qilish bo'lib, faqatla islom aqidasiga, axloqiga zid kelmaydigan bolalar o'yinchoqlariga ruxsat qilingan. Aisha radhiyallohu anha mundaq rivoyat qiladi. Men kichikimda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yanida qo'nchoqlarni o'ynaydim. Men bilan birga o'ynaydigan bir necha do'stim bor edi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ko'rsla tartinib pardaning orqasiga o'tib yoshirinib oladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni mening yanimga olib chiqib qo'yadi. Shuning bilan o'yinimizni davomlashtirdik. Aisha radhiyallohu anha mundaq rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Tabuk yoki Xaybar g'azotidan qaytib keldi. Uning takchisiga parda tortib qo'yilgan bo'lib, parda shamolda qayrilib ketdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam men o'ynaydigan o'yinchi qizlarni ko'rib qoldi-da, "Ey Aisha, bu nima?" deb so'radi. Men "Qo'nchoq qizlarim" deb javob berdim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'nchoqlar orasidagi qanotli otni ko'rib, "Undaqda bu nima?" deb so'radi. Men "U ot" desam, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Otning ustidagilar shu" deb so'radi. Ular otning qanotlari dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Otning qanoti bo'lamdi" degan edi men. Sulaymon alayhissalomning qanotli otlari borligini anglamaganmidingiz dedim. Buni anglagan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam muborak eziq tishlari ko'ringidek darajada kulib ketdi. Bolalar o'yinchoqlariga ruxsat qilingan degan qarashni Qozi Iyaz ko'pchilik olimlardan naql qilib, kichik qizlarning qo'nchoq o'ynashiga ruxsat qilingandir degan. Imom Shavkani mundaq deydi. Bu hadisda kichik bolalarning haykal va qo'nchoqlarni o'ynag'ili qo'yishning joiz ekanligiga dalil bor. Bu qarashga asosan jonlarning butun gavdalik qo'nchoqlari bo'lsa-mu, kichik bolalarning o'yinchoqlarini yasash, setish va bolalarga olib berishga bo'ladi. Uning ustiga bolalar o'yinchoqlarida ulug'lash bo'lmasdan, aksicha o'ynash bor. O'ynaladigan, dastiladigan qo'nchoqlar suratlik bisat va yostiqlarga o'xshash cheklanmaydi. Buningda qiz bilan o'g'il o'rtasida farq yo'q. Faqatla har bir jinsning qo'nchoqlari o'z jinsiga munosib bo'lishi lozim. Bolalar qo'nchoq o'yinlarini o'ynasa, ko'ngli ochilib, sog'lom o'sib yetilishiga foydasi bo'ladi. Shundaqla qizlarni kelgusidagi bola beqish va tarbiyalashdek muhim mas'uliyatni o'z ustiga olishga tayyorlash, o'g'illarni munosib o'yin qo'nchoqlar orqali kelgusidagi oila boshqarish mas'uliyatlariga tayyorlash jihatdan bolalarning o'yinchoq qo'nchoqlarga ruxsat qilishda shu chog'dagi va kelajakdagi manfaatlar ko'zda tutilgan. Ulug'lash yoki cho'qinish ehtimolligi bo'lmaganda bolalarning ehtiyoji uchun aniq manfaatni ko'zda tutib, qo'nchoqlarga ruxsat qilingan bo'lg'achqa, bunoga qiyos qilsak, o'qitish, mashq qilish va anatomiyalik tadqiqotlar uchunmi haykal qo'nchoqlarni, modullarni ishlatishga ruxsat qilinishi kerak. Yana beshi yo'q haykallarga ruxsat qilingan bo'lib, haykalning beshi kesib o'tilsa cheklanmaydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Surat degan boshdir. Bosh kesib o'tilsa surat bo'lmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Jibril alayhisalom qashimga kelib, men oqshom qashimga kelgan edim, biroq sen bar uyga kirmadim. Chunki uyning eshigida erlarning rasmlari, uyning ichida rasm tushirilgan parda va bir it bor ekan. Buyrug'unki, eshikdagi rasmlarning beshi kesilib, daraxt shakliga kirgizilsin. Buyrug'unki, parda ikkiga bo'linib, yerga tashlab o'ltiradigan ikki yostiq tikilsin. Buyrug'unki, it uyning sirtiga chiqarib o'tilsin dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday qildi. Tirmizi 2806 hadis. Albani sahih degan. Bunaga asosan ulug'lanmaydigan bo'lsa, yerim beshi yo'q, muhim a'zolari yo'q, yuzi tüp-tüz haykallarga ruxsat. Ammo esib qo'yadigan, maydonlarga tiklab qo'yiladigan va ulug'lanadigan bo'lsa, yerim haykalga ruxsat qilinmaydi. Bu yerda diqqat qilishga tegishli bir qancha nuqta bor. Birinchi, haykal va bolalar qo'nchoqlarda ko'pincha xristianlarning, dinsizlarning aqidasi,
tili qimmat qarashi, madaniyati va yomon axloqi tashviq qilinadigan bo'lg'achqa, bundaq tus olganlarni yasash, setish va setib olish cheklanadi. Ikkinchi, isrofchilik bo'lmagan taqdirda bolalarning qo'nchoqlari paxta yoki plastik qatorliq turli moddalardan yasalgan bo'lsa, hukmi o'xshash. Qor, muz, xamir yoki tatliq yemeklardan yasalib iste'mol qilinadigan bo'lsa-mu shundoq. Uchinchi, ibodat yoki cho'qinishdan yiroq, o'qitish va chiniqtirishga foydali bo'lgan haykal va modellar tibobat, biologiya, anatomiya va boshqa ilmlarni o'zlashtirish uchun zarur bo'lg'achqa, maktab va doktorxonalarda, tadqiqot markazlarida va zarur sohalarda ishlatishga bo'ladi. Beshi kesib o'tilgan yoki yuzi tuzlab o'tilgan yoki yarim haykallar bilan ehtiyoj qamdalsa, butun haykal ishlatmaslik lozim. 4. Kiyim haykallari ishlatishga bo'lgan ehtiyoj beshi kesib o'tilgan yoki yuzi tuzlab o'tilgan yoki yarim haykallari bilan qamtilgan taqdirda uning uchun butun haykallarni sotmaslik yoki do'konlarda ishlatmaslik lozim. Beshi kesib o'tilgan yoki yuzi tuzlab o'tilgan yoki yarim haykallarni ishlatish zarur bo'lganda uni yalang'och qo'ymaslik, ustiga hayoliq kiyimlarni kiydirib qo'yish lozim. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdulaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 78 nomerlik fatvo.